Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali kantondagi Verkoren degan tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim dengiz yuzidan 2000 metrdan oshadigan egizlik, ko'rayotganinglardek zap-zangar osmon, oppoq qor, yeshil o'rmonliq. Tushdan ilgari biroz chang'a tayilgan bo'ldim. Tushdan keyin mana shu güzel manzirada o'zingizlarga bir parcha maqola sunay dedim. Qo'limda ayad bir ish kelyapti. Bu yerdan o'tadiganlar xeyli ko'p bo'lg'ashqa o'tkazsin. Yaqında men Abduqodir Jaloliddinning Dog'mu Sinoq degan kitobini to'liq o'qib chiqdim. Ham bu kitobdan bir necha parcha maqolani tanlab, huzuringizga sunishni planlab oldim. Xudoyim buyursa. Bugun sohil va sayyoh degan cho'ng temada yozilgan chatma maqolalardan Muqaddas qo'l degan maqolani huzuringizga sunaman. Xo'sh. Muqaddas qo'l. Men yaşamagan sulolalar, men yaşamagan davrlar yo'q. Barliq yodnomalarni va aslarni yo'q qilib, kalendarni tashlab etib baqay. Ularning kaynidagi va orashlaridagi bepoyon zaman yanali menga mansub. Mening shaklim ana shu cheksizlik bilan tutishib turadigan kichikgina xilvat. Do'stlar, men mushu holatim bilan sizlarga qo'l uzataman. Shundaqdimi mening xilvatimni o'zining yagona dunyosidagi bir makon deb his qiladiganlar ko'p bo'lmasa kerak. Rostini aytsam, sizlarga nima uchun qo'l uzatadiganligimni bilmayman. Lekin qo'l uzatmaymi tura olmayman. Her qandaq yeganlıq özün g'ayri bo'lgan ikkinchi, uchinchi dunyolardan o'zini tortib, ajoyib yangi saltanatni suralmaydi. Uning o'yg'oq kirpiklariga talay dunyo o'tkazilgan bo'ladi. Mening yeganliqim tunugin Kafkaning qal'asiga ketib etib, holsizlanib yiqilgan bo'lsa, bugun yoki tunugin noma'lum bir fasilda turib, o'zining yetib ketgan tugmasini izlaydi. Atsi o'z vujudining markazini izlayman deb barmoqini kesib olamdi. Bunisi noma'lum. Ishqilib, hammasi yeganalik. Mening tuz qacham ashundaq birla yeganalik to'plamidan bitgan bo'lishi mumkin. Yoki talay degan so'z bilan sifatlasa bo'ladigan to'plami putgan bo'lishimi mumkin. Bundaq vaqtda biz bilan talayning farqi tugab, o'xshash bir so'z bo'lib qoladi. Sizlar mening osmonim, do'stlar. Agar men ko'zimni ochib qaramasam, qimirlashqa, sakrashga, parvoz qilishga o'tmasam, mushundaq bir harakat muhitiga loyiq osmon texi yaratilmagan bo'ladi. Osmon yuragimning qandoq turib bir qavatida o'zining qilin bulutlariga cho'mkilib fursat kutadi. Sizlar bilasizlar, osmonni odamning o'zi tug'idi. Ammo kishilar bilan ko'zi o'tkir kishilarning osmoni o'xshamaydi. Lekin biz hammasini osmon degan birla so'z bilan ifodalaymiz. Dengizmi bir tamchi, lekin umu tamchilardan putgan. Osmonning kaynida osmon, tamchining ichida tamchi. Bu ashundaq bir ish. To'g'ri, men osmonga muhtoj. Ammo buni mangulik muhtojlik degili bo'lmaydi. Navoda men ichimga qarab uçmoqchi bo'ladi ekanman, osmon albatta mening vujud kengligimning territoriyasida bo'ladi.
Дәл мұшындақ вақытта оның боранлары вә ямғыр чақмақларыны өзім ес қылып тұрмын. Оның тәңірісі білен сөзлемеген бір тылды сөзлішімі. Бір чимім вақытның чимензарыда шәбнәмге құртқыны айланып қалымы. Айланып тойынымы. Сыртмығы yüzленімі. Bununğa yetiş üçün qancha ming yil ketidi bilmayman. Postumni yaramanda oningdan keyingi bo'shliq sizlar bo'lasizlar do'stlar. Sizlar poyonsiz bo'lg'ashqa mening harakatimdan kelib chiqqan til shavqonlarini sezmay qolasizlar. O'zinglarni tinglab turgan vaqtga to'g'ri kelsa, sezibmi qolasizlar. Mana bu bizning osmonimiz tutashgan joy. Bu joyning o'zimi osmon. Chunki u o'zi kutayotgan rolni tasaddubi o'ynab ma'no quyoshiga aylandi. Shundoq ikki nur qo'shilgan joy yeniyotgan chimliq. Qo'l elishish. Biz uni tug'ilish shakliga kirishdan burun eng mukammal elib borgan desam ishonamsiz? Bizning qo'llarimiz noqul ma'nining o'zila bo'lib turganda songa patmaydi. U cheksiz bo'lg'ashqa yoki bizning sezgi organimizdan ziyoda ko'p bo'lg'ashqa sunishgan qo'llarimizni sezmaganmiz. Bonjour. Sezilmegenni yo'q deyishga sizning tilingiz ko'yidi. Sezimlik shart emas, ammo sezilmagan narsa ma'nining markazi. Markazda nima bor? Qarab beqinglar. Qo'l u qo'l deb atalishdan burun zodi nima? Hikmat bizning qo'l deb ataganligimizdimi yoki qo'l deb atalishdan burunqi narsadimi? Buni nimala desa bo'laveradi. Biroq biz devatgan qo'lni kishilar she'r deb ataganda qiladi. Demak, she'rmi qo'l. Boya biz qo'l haqida aniq bir narsa deyalmadik. Uni aniq deyalgan vaqtimizda she'r qo'l emas. Qo'l o'zidan voz kechganda she'r qo'l bo'ladi. Dunyoda mangu uxlaydigan xilvat yo'q. U faqat yeganlikni yo'qotmay turlanib turgandala o'zining mangulik umrini topalaydi. Shundoq she'r haqiqat chaklik shakli ichida oshkorlikqa o'tib qo'lga aylanadi. Xilvatlar tutishadi. Qo'l bermaslik kerakmi yoki berish kerakmi? Navada qo'l berish bermaslikning mazmunini ustiga ola olsa, ikkisi bir gap. Savolmi qimmatini yo'qotadi. Men qo'limni so'zdim osmonga. Bo'lib qoldim osmonning ham diametri. Har bir nuqtam avvalu oxir. Hasan Husanga homildor bo'lgan. O'tkinim shahardir yoki bir sahra yoki asta chiravatgan bir yaproq. Hammasi baribir. Jim turolmayman. Yiqilib butun manzil tamomlansa, uzart yana manzilingni qo'p o'rningdan. O'ri turibla hammani bilib qolasan. Volqonni urg'un kelsa ur. Shundaqdimi timtas dunyo bu. Xilop bo'lsa, o'zingga uni urishing. O'zga bir ravishda timtas dunyo bu. Ko'zing nemishqidir yiqib qo'yilgan. Topshiriq yo'q desangmi, ishlat uni. Bo'lmasa tugab ketar shaparangmi. Kelinglar, bir quchoqlay qadrdonlar. Baribir yiroqdinmi
qucaqlayman. Nechundur tatlıqmı tavımız yok. Şu beti qutla versin açık şarap. Tanrı'nın permanı bar ritmimde, zeriksem qapiyasiz jiraqlayman. Kel dünya, mening qo'lim her muqamda. Hürmetli qeyrindaşlar, bu maqalni anlagandan keyin çoqum his qildinglar. Abduqadir Jaloliddinning bu maqalasi boshqa maqallarga shakl jihatdan ancha o'xshab ketmaydi. Shuning uchunmi sening maqalni anlagandan keyingi ta'sirotlaringlarni anglashni bakmi arzu qilaman. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bu qitimqi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Oftobdek kuchli bo'lg'ashqa ajoyib bir ko'zlarim degan paqirab bir xil bo'lib ketdi. Xayr xo'sh. Aman bo'laylik.